Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, mana Samarqand viloyatiga, Ishtixon tumaniga kvadrotsiklimiz kirib keldi. 2 tonnalik samosval variantidan. Kuzov razmerlari 1.40 ga 2 metrlik kuzov 2 tonna yuk oladi. Samosval variant. Motor qismlari 250 kub motor bilan jihozlangan. 100 km ga 6 litr rasxod qiladi. Mana kvadrotsiklimizning oldi ko'rinish holati. O'zini ligotkalari bor. Ana o'zini ligotkalari bor. Balonlari juda ham shirokiy ishlangan. Oldida faralari led fara bo'ladi. Kimga shunaqa kvadrotsikllar qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati, Bo'ka tumanida joylashgan. Viloyatlarga dastavka xizmatlarimiz mavjud. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa hammasini telefon orqali tushuntirib o'tamiz. Manzil Toshkent viloyati, Bo'ka tumani. 12 viloyatga dastavka xizmatlarimiz mavjud. Xudo xolasa hozir Samarqand viloyatiga va egasiga topshiryapmiz. Samosval variantini hozir ishlatib ko'rsataman. O'sha ko'tarish holatini ham. Ana samosval variant. So'rayotgan akalarimiz uchun kabina, 5 kabina, samosval, 5 samosval hamma turidan bor kvadrotsiklimizda. Kimga shunaqa kvadrotsikllar qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Inshollari juda ham baquvvat ishlangan. Mana 2 tonna yukni bemalol ag'darib to'nkaradi. Balonlari shirokiy, ramalar baquvvat, juda ham baquvvat ishlangan. Manzil Toshkent viloyati, Bo'ka tumanida joylashgan. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. Asosiysi benzin tanlamaydi. Kimga shunaqa kvadrotsiklarimiz qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. E'tibor uchun kattakon rahmat hammaga. Amak, sizga ma'qul keldimi? Ha, zo'r. Ma'qul kelgan bo'lsa, yaxshi kunlarga xizmat qilsin aka.